Doimo yosh va go'zal ko'rinishingizning siri nimada deb so'raysizlar qizlar. Avvalambor bu ayol kishining o'zini sevishi va o'ziga vaqt ajratishi, ya'ni qanday holatda bo'lishingizdan qat'iy nazar bu kundalik yuz parvarishini unutmaslik va har kuni oynaga qarab alhamdulillah deb qo'yishdir. Eng asosiysi esa bu to'g'ri ovqatlanish qizlar. Deyarli har kuni direktimga necha kilogramm ozdingiz va bunga qanday erishdingiz degan savol keladi. 86 kilogrammdan 63 kilogrammga tushishimga yordam bergan eng asosiy va sehrli taom retsepti bilan bugun siz bilan bo'lishmoqchiman. Buning uchun bizga 300 grammcha qovoq, bitta piyoz, bitta dona bolgarskiy, bitta dona qizil sabzi yoki sariq sabzi kerak bo'ladi. Nimaga aynan bu taomni sehrli deyapman qizlar? Chunki bu taom nafaqat vazn tushirishga, balki yuz teringizni, tanangizni osilib, qurib qolishidan ham asraydi. Ishoninglar, sehrli. Demak, masalliqlarni tozalab qozonga solib, uni yarim soatga dimlab qo'yamiz. Tabga ko'ra ziravorlar qo'shib, ozgina suv qo'shishingiz ham mumkin. Demak, tayyor bo'lgan taomimizni blenderga solib, yaxshilab maydalab olamiz. Maydalangan tayyor taomimizga tabga ko'ra qovoq urug'i yoki fistashka solishinglar mumkin. Yoqimli ishtaha qizlar. Videoni esa ozmoqchi bo'lib yurgan do'mboqqina tanishinglarga tashab qo'yinglar va albatta like bosib qo'yinglar.